Assalomu alaykum, Altemur Tojikiston kanalini kuzatuvchilar. Hozir biz Kolxozobod, Jaloliddin Balxiy degan joyga kelganmiz. 3 kilovatlik alyuminlik drabelkamizni olib kelganmiz. Past to'kka ishlaydi. 164 kuchlanishdan 220 gacha bemalol ishlayveradi. Hozir bizda beda press bor ekan, makka poya bor ekan. Set drabelkamizda 4 xil setkasi mavjud. 5 xil vazifa bajaradi. Zaslonkasi bor, zaslonka deyiladi. Bu don mahsulotlarini chiqargan. Hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib chiqarib beramiz mahsulotlarni. Bu qo'ybob setkasi, quruq narsalarni qo'yadigan qilib chiqarib beradi. Bu guspan, go deydi. Quruq narsalarni molaydigan qilib chiqarib beradi. Bu guspan. Quruq narsalar chiqarish uchun qo'yadigan qilib, mayda qilib chiqarib beradi. Shuni ishlatib, xudo xolosa ko'rsatib beramiz. Setkasi mana shu holatda tushadi. Qirg'og'ida rezinasi bo'ladi. Rezinasi nima sababdan qo'yiladi deydi ko'pchilik. Rezinasi faqat don mahsulotlarini chiqarganda changimaslik uchun qo'yiladi. Setkasini o'rnashtirib olgandan keyin tepasidan idishini qo'yib olamiz, o'rnashtirib olamiz. Keyin afzallik tarafi og'zi 45 sm katakan. Bemalol hashaklar katta solsangiz ham sig'averadi. Kurchokli varianti. Kurchok bilan ochilib yopilaveradi. Bismillah. Hozir bizda beda press bor ekan, beda pressda qo'ybob setkasini qo'yib shunda chiqarib beramiz. Keyin makka poya bor ekan, buni ham chiqarib beramiz. Ikkalasini aralashgan holatini ko'rsatamiz. Fotolar ham bor ekan. Hozir mana makka poyani mash holatda keldi. Bedani chiqargan bu, bedani. Makka poya bilan bedani bemalol aralashtirib, omiq taqib deydi. Molga, qo'yga bersa bo'laveradi, umuman atqo chiqmaydi. Hali isrof bo'lib ketadi deganlar bo'ladi-yu, shularga umuman isrof bo'lmaydi. Bu apparatdan chiqarib bersa,
isrof bo'lmaydi, ham ekonom bo'ladi, Ha. ham mol yaxshi yeydi, ham ezilgan, mayin qilib beradi. Yutishi, molni semirishi ham yaxshi bo'ladi.